Rompning o'tmas burchagidan o'tkazilgan balandligi uning tomonini o'tkir burchagi uchidan hisoblaganda m va n uzunlikdagi kesmalarga bo'ladi. Rompni diagonallarini aniqlang. Romb bo'lgani uchun rompni barcha tomonlari teng, ya'ni m plus n dan bu ham m plus n, bu tomoni ham m plus n ga teng. AC diagonalini D1 bilan, BD diagonalini D2 bilan belgilaylik. Romb bo'lgani uchun D1 kvadrat plus D2 ning kvadrati to'rtta m plus n ning kvadratiga teng. Dastlab uchburchak A B A1 dan to'g'riburchak uchburchak bo'lgani uchun Pifagor teoremasiga ko'ra A1 topadigan bo'lsak, ildiz m plus n ning kvadrati minusdan m kvadrat. Qavs ochib soddalashtirgan bo'lsak, bu ildiz n kvadrat plus 2ta m n ga teng. Ikkinchisi, uchburchak A1 C dan D1 ni topadigan bo'lsak, D1imiz ildiz A1 kvadrati plusdan n kvadratga teng. O'rniga olib qo'yadigan bo'lsak, 2ta n kvadrat plus 2ta m nli kelib chiqadi. Buni yuqoriga olib kelib qo'ysak, demak D2miz teng bo'lyapti 4ta m plus n ning kvadrati minusdan 2ta n kvadrat plus 2ta m n ga. Demak, javob birinchi diagonalimiz 2n ni tashqariga chiqarsak m plus n ga teng va ikkinchi diagonalimiz qavs ochib oladigan bo'lsak 4ta m kvadrat plus 6ta m n plus 2ta n kvadratga teng.